Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga CoinVid veb-saytida qanday qilib pul ishlash va ro'yxatdan o'tish, pul chiqarish funksiyalari haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, diqqat bilan qarab turinglar. Birinchi navbatda biz ro'yxatdan o'tish vazifasini bajaramiz, ya'ni akkaunt ochishimiz. Buning uchun birinchi qatorga biz ismimizni kiritamiz, telefon raqamimiz, parol va o'sha parolni qaytib yana kiritamiz va referral kodni kiritamiz. Bu albatta video ostida bo'ladi. Shu orqali ro'yxatdan o'tasiz va mana bu yerga bitta galochka qo'yib, sign up degan tugmani bosish orqali ro'yxatdan o'tamiz. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng bizga har kuni bonuslar taqdim etiladi. Ya'ni bu yerda activity degan bo'limga o'tsak agar, biza bonuslar olishimiz mumkin. Mana bu yerda CoinVid uchun Lucky Spin degan joyi bor. Bu yerda har kuni bitta baraban aylantirish imkoniyati bor. Menda allaqachon aylantirilgan. Yoki do'stlaringiz depozit qilgan paytda sizga har kun beriladi. $200 depozit qilgan paytingizda esa ikkitadan qo'shib beraveradi yoki bittadan qo'shib beraveradi. Bu juda ham ajoyib. Bitta aylantirasiz, pulni ishlayverasiz. Bundan tashqari do'stlar, sizga har kun 8% lik bonus ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Men bitta bosgan paytingizda, depozit qilgan paytingizda har bitta depozitingiz uchun sizga 8% taqdim etadi. Misol uchun 5 ta depozit qilsangiz, unga 8% qo'shib beraveradi, 40 sent qo'shib beradi. Xuddi shu tartibda misol uchun $10 depozit qilsangiz agar 80 sent qo'shib beraveradi. Xuddi ana shunday tartibda davom etadi. Qancha ko'p depozit qilsangiz agar, shuncha ko'p bonus olaverasiz. Buni hisob-kitob qilib olsangiz juda ham o'zingizga ma'qul bo'ladi. Misol uchun $1000 depozit qilsangiz agar, $80 $80 deb bonus beradi. O'sha bonus pulni qoldirib, ozgina savdo qilib, ya'ni o'ynab, keyin $1000 pulni chiqarib olib, boshqa ishlaringizni davom ettirsangiz ham bo'ladi. Juda oddiy usulda pul ishlash imkoniyati bor bu yerda. Demak, davom etamiz. Xo'sh, bizning hisobimizda hozir $250 pul turibdi. Demak, hozir bizga savdolar, ya'ni o'yin o'ynab ko'ramiz. Homiy bo'limga o'tamiz. Bu yerda har xil o'yinlar bor, bemalol o'ynab ko'rishingiz mumkin. Shuni ham aytib o'tish kerakki, ularning o'zlarining gruppalari bor. O'sha gruppada o'zlari signal berib turadi. Xo'sh, misol uchun CoinVid gruppasiga kiramiz. Xo'sh, mana bu yerda har kuni signallar beradi. Win 30 ta, mana misol uchun qizilga pul tik degan, xuddi shu tartibda pul tikishlar amalga oshadi. Misol uchun yashilga pul tik degan, keyin esa yutsa agar, keyin yana yashilga yutqazsa agar no deb qo'yadi va davom etib ketaveradi. Ana shunday tartibda qancha pul tiksangiz agar shuncha davom etadi. Shuni ko'rishingiz mumkin. Nomer deyapti, ana shunday kod, xuddi ana shunday tartibda pul tikasan degan ma'noni bildiryapti mana. 24-da yutuq bo'lgan, 23da yutuq bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hammasi ajoyib tartibda signallarni o'zlari ham berib borishadi. Lekin kun bo'yi signal berishmaydi. Xuddi shu tartibga e'tibor beringlar. Ular ma'lum bir vaqtda o'yin holati yaxshi bo'lgan paytda bonuslar bilan nimalarni taqdim etish boshlaydi. Hamda signallar ham berib boradi. Demak, davom etamiz sayt haqida. O'zimiz igri o'ynab ko'ramiz. Misol uchun bombacha o'ynaymiz. Men sizlarga taklif qilaman. Juda ham ajoyib. Misol uchun $1 tikamiz bu yerga. Sizlar pulingizni kamroq tikinglar, chunki normal summa bo'lishi kerak. 5 tagacha bomba bor. Oho, biz sirasi yutqazdik. Buni 3 barobar ko'paytiramiz. Confirm. Bitta yutuq. Ikkita. 3 ta. Yetadi bizga. $763 qilib qaytarib olibmiz. Qaranglar. Biza pulimizni $250 edi, ya'ni $3.62 sent nima qilib oldik, ko'paytirib oldik. Endi yana $1 pul tikamiz. Yana bir boshdan o'ynaymiz. Xo'sh. Bomba chiqsa o'yinni qaytaramiz. Demak, ana shu yerlarda hammasida bo'lgan ekan. Demak, buni 3 barobar ko'paytiramiz. Yana o'ynaymiz. Yetadi. Win mana xuddi shu tartibda o'ynashni davom ettiraverasiz.
Demak, bu o'yin juda ham yaxshi, faqat summa katta bo'lishi kerak, chunki yutqazgan paytingizda pulni ko'paytirib olishingiz kerak. Misol uchun 3 barobar ko'paytirasiz, ketma-ket 2 marta yutqazib 3 barobar ko'paytirasiz. $9 qilasizda buni. Mana bu yerda $9 bilan boshlaysiz. O'yish yutdi. Yana bitta qoldi. Qayerga bossam ekan? Yo'q, yetadi shu. 17.63 bo'lib qaytibdi mana. Ko'ryapsizlar? Juda ham dahshat. Win 17 ta qoldi. $265 qildim. Xuddi shu tartibda o'ynasangizlar ham bo'ladi. Bu o'yindan chiqamiz endi, boshqa o'yinni o'ynaymiz. Red Green, yashil qizil. 1 minutliga ko'proq signal bermaydi, 3 minutliga beradi adashmasam. Qayerga ketdi bu 3 minutlisi? Red qizil 3 minut. Mana shunga ko'proq signal beradi ular. Misol uchun mana o'yin tugadi, yashil yutdi hozirgina. Ular red deydi. Mana bu qizilni aytadi, buni aytadi. Yo, buni aytmaydi odatda. Mana bularni ham aytmaydi. Xo'sh. Ya bu sonli ekan, adashibman. Hozir diskis o'yini mana. Bu yerda biz $1 pul tikamiz. Old event degani. Event. Yo'q, bunga tiksangiz bo'ladi yoki bunga tiksangiz bo'ladi. O'sha pulni tikasiz. Xuddi shu tartibda pulni tikib o'ynashingiz mumkin bo'ladi. 3 minut kutasiz. Buni endi uzoq bu. Menga ma'qulrog'i ana shu o'yincha. Bu yerda Big Lotto boshqa o'yinlar bor. Crash o'yini ham bor. Bemalol o'ynashingiz mumkin buni. Juda ham dahshat o'yinlardan. Men bu yerda anchadan beri pul ishlayman bu saytda. Juda ham normal holatda ishlab kelyapti. Sizlarga ham buni tavsiya qilaman. Demak, endi pul chiqarish. Pul chiqarish uchun biz birinchi navbatda balansda pulimiz borligini tekshiramiz va withdraw degan tugmani bosamiz. Transaction USD TRK20 hamyon manzilimizni kiritamiz bu yerga. Xuddi ana shunday tartibda bo'ladi. Minimal komissiya esa 0.5. Buni belgilaymiz. Ishlamayapti-ku. Bu yerda esa hamyon manzilni kiritamiz. Withdraw adres. Xo'sh, bu yerdan hamyon manzilimizni ko'proq qilamiz. Bu uchun add food qilamizda, o'zimizga kerak bo'lgan hamyon manzilni kiritamiz. Misol uchun bu yerda binasiga. Xo'sh, bu yerda depozitni bosamiz. TRK20 hamyon manzilimizni ko'proq qilamiz. Shu narsani o'tmaylik, USD bilan bir xil pul tushadi, farqi yo'q. TRK20 da remark. Bu yerda Trust Wallet deb belgilaysiz. Bu yerda esa parolni kiritasiz. O'zi parol. Mana hamyon kiritildi. Bu yerda misol uchun kuniga $50 pul chiqarmoqchisiz. Xuddi shuni belgilaysiz. Bu yerda esa parolni kiritasiz. Mana $50 pul chiqarish uchun yuborildi. 24 soat ichida pulni tekshirib, balansingizga tashlab berishadi. Bu juda ham ajoyib. Muammo bo'lmaydi bu yerda. Umuman xudoga shu paytgacha muammo qilishmagan. Mana bu istoriyada esa ko'rishingiz mumkin holatni. Mana hamyon yuborildi. Endi qachon tushsa o'sha paytda videoda ko'rsatish mumkin. Balki keyingi videoda ko'rsatarman. Demak, sayt ajoyib, bemalol pul ishlash mumkin.